kitoblardagi bor narsani isbot sifatida gapiryapman. Agar biror narsani dunyodan o'chirib tashlash muhim bo'lsa, bu nima bo'lardi? Dunyoda o'chirib tashlanadigan muhim narsa men uchun bu kibr, ikkiyuzlamachilik. Nimagaki, bu ham global muammo. Hozirgi global muammolardan yana o'zimni sohamga keladigan bo'lsam, bu tanqid emas, haqiqat bu. Bu kimlar uchundir achchiq bo'lishi mumkin, lekin shu narsalarning ichida biz yashayapmiz. Nimaga men ko'p kuzatadigan narsa, kelishadi, mana massaj kursini tugatgan, umuman hech narsani o'rganmagan. Men seminarlarda shu narsaga guvoh bo'ldim. Men o'zim o'qigan osteopat seminarlarda yoki boshqa bir reabilitatsiya seminarlarda men buni qo'rqmasdan ayta olaman, bu tanqidmi yoki bir narsami kim qanaqa qabul qilsa qiladi. Shunaqa vaziyatlar bo'ldiki, 3 kun seminar, masalan bu seminarga biz o'zimizni cho'nchagimizdan pul to'lab boramiz. Masalan, men u seminarga maqtanish emas yoki kibr emas, ilm olish uchun boraman. Nimanidir o'rganish uchun boraman. Bormasligim ham mumkin, lekin meni ichimdagi hissiyotim qo'ymaydi-da, borishim nimadandir qolib ketaman, qanaqadir kasal keladi. Men o'sha kasalga yechim topa olmayman. Endi shu seminarga borsam o'sha yechim shunda bo'ladi degan ma'noda boraman. O'shaning uchun men bu narsani hazm qila olmayman. Seminarga kelishadi, birinchi kun 1 soatga, ikkinchi kun yoki yarim soatga, oxirgi kun kelishadi, Instagramga video sinimat qilib sertifikat olib ketishadi. Keyin men aytaman, nimaga sizlar bularga sertifikat berdinglar? Chunki bular 3 kun davomida to'liq ma'lumot olmadi, ertaga chiqaradi shuni. Men o'rgandim deydi. Rostdan ham shunaqa holatlar kuzatiladi. 3 kun seminarga keldi, 4-kun qarasangiz, u уже kurs sotyapti. Yo sotsin, men hech narsa demayapman. Lekin bu nohaqlik, bu ikkiyuzlamachilik bu. Hali bitta kursni to'liq tugatmasdan, uni tajriba qilmasdan o'sha o'rgatishga intilishadi. Nima uchun? Bu pul uchun. Masalan, men talab qilganim uchun, men yana aytaman, maqtash ma'nosida emas, men nima uchun bu yo'lga chiqdim? Chunki menda talab bo'ldi. Ko'pchilik aytdi, qiling dedi. Mana o'sha narsalar ham meni miyamda udar bo'ldi-da. Nimaga hech narsani bilmaydigan yoki ozgina narsani o'rganib, yosh avlodga noto'g'ri ma'lumotlar berib, qo'liga sertifikat, diplom berib, mana sen buncha pul topasan, bunaqa qilasan deb yolg'on ma'lumotlar berib kadr chiqarishyapti. Men shu narsaga juda ham qarshiman. Olib tashlash kerak bo'lsa, o'zim sohamda men shu narsani olib tashladim. Olib tashladim chunki ertaga ulardan chala o'qib chiqqan qizlar даже meni oldimga keldi. Men aytibman, borsan ertaga o'sha ustozingga aytgin, so'rab kelgin dedim. Bitta shogirdimga aytdimki, nechta meridian bor dedim. So'rab kelgin dedi. O'zi bilmayapti. 15 yillik massajistka dars beradi. Nechta uchnik chiqargan, o'rgating deb keldi. Men uni oldim, o'rgatyapman deb. Keyin aytibman, savol beryapman, 0. Men aytibman, sen 2 oy davomida nimani o'qiding? Sen shuncha yil o'qigansan. Sen shuncha yosh avlodga dars bergansan. Nimani o'rgatding deganimda, u qiz javob bera olmagan. Keyin ertasi kuni borib aytganman, sen o'qiyotgan ustozingdan so'rab kelgan oddiy savol, nechta meridian bor deganman. Keyin ertasi kuni kelib menga u shogirdim aytibdi-ki, o'g'il opa 17 ta meridian bor ekan debapti. Men aytdim, значит, odam anatomiyasiga o'zgartirish kiritilgan. Inson tanasida 12 ta meridian bor deb, keyin men ularga 8-sinf anatomiyasidan olib o'qib berganman. Shu qizlar menda o'qib chiqdi, uchiniklarim meni kurs ochishimga, meni nima deydi, yo'lga chiqishimga sabab bo'lgan 3 ta zo'r uchinigim bor. Bu qizlar tajriba, hozir zo'r tajribali bo'lgan, rahmatli eshityapti. Rahmatli eshityapti, men xursandman, ularni rahmatlarini o'zim ham eshityapman. Men uzoqroq bo'lsa aytaman, boring, mana shu yerda shunaqa qiz bor, siz yaxshi qilib qo'yadi. Voy, o'zingizdek qiladimi? Yo, mendan ham zo'r qiladi deyman. Rostdan mendan ham zo'r qilyapti, omadim bersa. Shu qizlar aytgan 1 oydan keyin, o'g'il opa, bizani shuncha yillik topgan nasibamiz nima bo'ldi? Biz prosta yuzaki ishlab, insonlarga umuman yordam bermasdan, hech qanaqa muolaja qilmasdan pul topib yurgan ekanmiz. Bu gunoh emasmi? Shunaqa savollar berishgan, bu realni. Hali xudo xolasa keyingi videolarimda imенно o'sha qizlarni men gapirtiraman. Keyin aytganman, yo'q, bu sizlar hozirgacha bilmasdan qilgansizlar. Lekin endi bilib turib to'g'ri qilmasanglar gunoh bo'ladi deb shunaqa aytganman. O'zim sohamda olib tashlash kerak bo'lsa, tajribasiz, pul uchun, mansab uchun, qanaqadir o'zini ko'rsatish uchun qilinayotgan kurslarni olib tashladim. Xafa bo'lishmasin, to'g'ri tushunishsin. Haqiqat bu. Men seminarlarda ham, ko'p yig'inlarda ochiqchasiga aytaman, men aytgan gap ko'pchilikka yoqmaydi. Ensasi qotadi hammasini. Ensasi qotadi deb bundoq buralib o'tib ketadi. Lekin bu haqiqat bu. Men osmondan olib gapirmayapman, yo o'zimni geni ko'rsatmayapman. Men bu kitoblardagi gaplarni gapiryapman. Men shu kitoblardagi bor narsani isbot sifatida gapiryapman, lekin buni isbotlashdan men qo'rqmayman. Chunki bunga meni ilmim, tajribam, qo'limda qurollarim bor. Hech kim teng kela olmaydi. Meni qanaqadir mag'lub qilaman yoki noto'g'ri gapiryapti degan narsadan ham men qo'rqmayman.